taranch kelin deb qiziq paranglarimni elib men yana kelib qoldim do'stlar. Ha, qaysi kuni men balpraningni solsam ichidan dodus chiqqan. İş qılanmay yoki qamlashtiranmay qilgan ishni buzib o'tirib g'ururim yer bilan yeksam bo'lgan. Ammo bugun mush g'ururimni qaytirib kelmasam bo'lmaydi deb o'zimcha bir nimalarni qilib bormay qaranglar. Ammo bugun ishni buzam dem yoki tuzam dem mush filmni ko'ramiz qizlar. Ha, qanday qolinglar do'stlar, yaxshimi? Men taranch kelim yasardan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Qozonga o'tni yiqib, choyxonalarga chiqib, tamoqlarni etib, chiniqachilarni chiqib buzgan ishimni tanamay qiynanamning uyidan qochib, opamning uyiga ketib, yana qaytib keldim qaranglar bolalar. Bugunki mush qilgan etgan narsarim o'xshamaydigan bo'lsa, qarab tur deb mush qozonni chaqamay deb qattiq paylim bilan qilib edim. Birinchi qatimda mag'lub bo'ldim, ikkinchi qatimda ozroq g'alaba qozondim, uchinchi qatimda xeyli obdal g'alaba qozonib qoldim. Shuning bilan o'sh jarayonni chiqarib qizlarga bir chiqarib berayjoy. Bir maqtinib olajay, taranch kelin ish buzibli jumaydi, menda tuzak, menda payzishlarim qila olaydi deb o'zimni maqtab chiqdim qaranglar bugun. Rost gapni qilsam qaysi kunki balpranik vaqasida g'ururim yer bilan yeksam bo'lib ketgan odamning oldida tillab etgan bo'lsa bir nuri qiynanamdan bolalar. Mush ko'zini tutib kulgancha hiliq bir kulkini qo'cha qavatlar o'slamanga ko'zini tutib olgan. Oshdan kulib meni bek mazaq etib ketdi deyman. Şunu bilgen özem kılıp zadi bir işte netice kazdım egiz okuq çıkmasam bo'lmaydi deb qattiqma doyindan onu ko'rib buni ko'rib mush ya qılamayman. Nima degan chola deb bergan qizlar sizlar umdan deb sanglarman deb bilimlaringlarni deb miyadi men degan qattiq bir nima bilan ilashtirib olsam qiynanam chiqibdi. Nima ish qilsiz miyassar deydi. Voy opa men qaysi kun balpraningning o'rnini to'liqlab bijim qilaman. Kovshan degan narsangizni opirang neri unda bijimlarga hergiz solmayman. Solsam yo'g'ina ketirkan, balning o'rniga dodis chiqdikan dedim shuninglar. Akilan balam men qilish beray. Buning men shunda usta dedi. Boyam ya qilgan jarayonlarimni bo'lsa do'stimga telefon qilib so'rab olgan jarayonlarda menda birim qo'shsa odash, menda bijim qo'shsa deb bir mo'ncha narsani deb bergan. Shu bo'yicha qilyapti. Shuning bilan qiynanam chiqib xemeni ko'rib, uningiz azib qapti balam azroq qilmaydigan bo'lsangiz, buningmi dodis chiqib qolarmiki deydi. Yo'q, men bugun dodis olmayman, apash o'zini solay bo'ldi desam, shuni o'zi uni chiqibdi, tangshab qilib berdi. Endi olqiningizni obdan mijib o'tirib, toz obdan cheyiq qandirib, tindirib qo'yib 10 minut tug'zing deydi. Ha, ma'qul deb qarsam buning qiliq zimmami, nima oqsima ochda bijim ketirgan. Shuning bilan xemeni jug'adim, bo'shamog'i o'rdim, jugadim do'konga, oqsimani akirdim, oqsima demdi, nim deydi, kunjuttam deya uni. Materiallarning atalg'onlarini xato atab qo'ysam, zanglagatnanglar qizlar, men materiallarla yengdin tonishib chiqayotgan bir odam, pul topaman deb necha vaqtdan yoqma ko'ch-ko'ylarda yurib, yomon jafo chekib ketgan odamman. Shunaqama to'g'ri tushuninglar deyman. O'zing shunda qilib degan qilmoqchi bo'lgan narsam kulgunchakka qaranglar. Bu kulgunchakni qozon shunda sevdim ko'kati. Moy qiziqga emasmi jinim bolalar? Endi buni xurishtirib nimalarni qo'shganini bayam yo'q. To'tdan chiqqan xorazm tuxumidan 4-5 tal, 7-8 tal qo'shaversak jinim qizlar, bir sirkay shakar. Undan boshqa bir sirkay may, anandan 2-3 qo'shiq suv ashni quyiblam, ay valdan aralashtirib etgandan keyin ayliq unni to'kib toza xemiya oltiga akilib, xemiyangizni toza obdan qilib chang'aroq o'sin bo'laverdi ekan. Ashunda qilib chaylab tindirib 10 minut yeb qo'ygandan keyin, buni lag'man piltilgan o'xshash piltilaymizga, olqinimizni duguiltimizga, anandan ochiqib toza qiziqmay vaqt solsanglar kuyib ketirgan. Şuna meyonlarni muzultulinglar demoqchi-ku qizlar miyada. Daftar qalamni tutib meni qirg'izba qiza, ammo og'zinglarni yumushi degan suvga eqib ketilgan payizligida juma men deb bir o'tay unda bo'lsa. Soda, poda,
bir sirkay shakar, yana bir sirkay may. Anandan keyin azroq suv aralashtiramizkan. Shuning bilan men unni hammasini aralashtirib qo'ygandan keyin uni to'pik-to'kab bayamqina ximiya oltiga kelib, undan keyin bayamqi jarayonlarni ko'dinglarga mana mush bo'yi chiqilsa ketilgan materiallar shu. Endi gap so'z harakatlarim sal ishtik qo'ygan bilan qo'lim sal ishtikcho mening. Valaqida qiliblar endi qizib tushigan mayga akaplamash vajidini saptamaka 4-5 kuyib qoldi. Voy to'xtabdi deb undan kechirim so'rab uni ilib olib bir yoqqa qo'yib mani silib on yeb boqayda bil kuyikni yesam ish so'zlayotdi u xamka billah. Unda asan mayslargacha uzoqroq to'g'rislarga buni tiglak qilib qozonga silishdan burun qanaqlamizga desanglar, avval sovuq suvdan bir o'tkazib o'tgandan keyin men og'zimamo kunjitma mush narsaga yugab milib o'tgandan keyin anonki qozonga solmizganda qozonga solimiz cho'qqim sovuq aralashtirmasanglar buni zima hargiz chaplashmay ekan. Qanday ekanman ballar, ha taranchkilar ish buzamdikan, tizamdikan. Bugun do'yinda chatoqchi degan nomimni juma qizlar men mush kulginchak orqali kulib ketdi-ku, mana kuldirib etdim bularni. Azroq kuy ketgan hisob qilmaganda. Papa, qanday ekanman men sabab olam sizning to'kpingiz deydi. Amaliyat yerim to'kib qiynanamda, men o'zimni qilib oldim men. Qiynanam aralashmagan bo'lsa bu kulginchaklar kulmaydi, ballar yig'lab ketadi mening qo'limda. Voy, bu xemeni shijajim bilan jug'aganda qilmagandim jirim ballar. Nimaning ko'piga ey bu hamda voy tova ish qilib boshda ko'pib mozg'ab qaynab ketib qaranglar. Opa men parishut jug'amagan jumma desam kuladi. Qaynatamg'im o'zimni bir ko'z qilib olaychi deb qaynatda chiqmay yoqqa men ama kulgunchi kimni yapiqma desam voy balam bo'pti, payzobdi deb ish qilib aran men 3 yulduz beryapti. Bering 5 yulduz desam shuninglar bo'pti 5 yulduz beray balam deydi. Oshta qilib mana bugun kulgunchakni nihoyatda loyaqat qolat silib oldim 5-6 ni ko'ydagan bilan. Ama kuyib ketganlar ham bo'lib qolibdi. Eng oxiriga bunimi silib birdan tursam bumi kuldi. Shunda qilib bugun vlogimda ish buzmadi men qizlar, men ish buzmay arant testi bir ishni vujudga chiqargan yurak bersanglar bo'lmaydi menga. Meni qo'shib olmasanglar bo'lmaydi.